sahobiylarning o'rtasida ham tushunishda ixtilof chiqqan. Sahobiylarning hayotlik paytlarining o'zida bu Abu Bakrning fatvosi edi, bu Hazrat Umarning fatvosi edi, bu Hazrat Alining, bu Ibn Abbosning, bu Ibn Umarning fatvolari, bu Ibn Mas'udning fatvolari degan narsalar mashhur bo'lib ketdi. Mazhab deganda oddiy inson 4 ta mazhabni tushunadi. Unaqa emas. Mazhablar juda ko'p bo'lgan. Sahobiylarning zamonidan falonchining mazhabi degan so'z tarqalgan. Eng mashhurlari Ibn Mas'udni, Ibn Abbosni, Ibn Umarni mazhablari tarqalgan. Va ularning shogirdlari. Mana xususan Hanafiy mazhabi ulamolar Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Hazrat Alini radhiyallohu anhularni so'zlariga ko'proq markazlashgan yani. Demak, mana shu holat sodir bo'lgandan keyin o'z-o'zidan keyin tobiinlarning davrida bu yana ham kengaydi. Chunki oyat hadislarni tushunishda ahli ilmlarning soni ko'paygan sari, murojaat qilinishga yaroqli bo'lgan ilmlilarning soni ko'paygan sari, ular endi o'zi tushunganini javob bergan sari mazhablar soni ko'payib bordi. 4 ta mazhabning qolishiga asosiy sabab ilm shunaqangi darajada rivojlanib ketdiki, mazhab boshilarini ergashgan orqasidagi shogirdlari ilmni quvvatiga qarab, asosini puxtaligi, pishiqligiga qarab shogirdlar endi kimdadir ko'proq, kimdadir kamroq bo'lib markazlashishni boshladi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi nazdida Abu Hanifa, Imom Malik, Sufyon Savri, Sufyon ibn Uyayna va hokazo boshqa katta mazhablar chiqdi. Endi ularning ichidan ham saralanib Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhablari qoldi, Imom Malikning mazhablari qoldi. Keyingi bosqichlarda Imom Muhammad, Imom Abu Yusuf bo'lsalar, ularning safdoshlari ulardan keyinroq Imom Shofiy va ularning zamonlarida keyin Imom Shofiyning mazhabi, keyinchalik Imom Ahmadning mazhablari Soid deydi, yangi shakllanib orqasidan shogird qoldiradigan mazhabga aylandi. Qolgan mazhablarni shogirdlari himoya qila olmay qoldi. Mazhabini quvvatini, sanadini, asoslarini himoya qilib orqasidan shogird chiqara olmay qoldi. Juda ham kamaygandan kamayib borib 4 ta mazhabni himoya qiladigan shogirdlari kuchayib kitoblar yozib, bir-biri bilan bahs munozara qilib, bir-biriga javob berib, mana shu 4 ta mazhab go'yoki sanad bilan davom etib, tomdan tushayotgan 4 ta tarnovdagi suvga o'xshab ilojsiz 4 ta mazhabga jamlanib qoldi-da. Bu hijriy 400-500-yillarda hal bo'lgan narsa. Demak, bundan 1000 yil, 1100 yillar oldin 4 ta mazhabga bo'linib bo'lgan narsa.